Assalamu alaikum hörmətli oturğuvchilar. Dunya Uyghur Qurultiyi to'g'ri televiziyasi kündəlik xəvərlər proqramımızga xoş gəldinglar. Mən Hidayət Musacan. Bugün 10-cu ayının 25-ci günü düşənbə. Həmmələrin bu vaxtda xeyirlik bolsun. Əziz görürmənlər, tövəndə diqqətinizlər bugünkü xəvərlər proqramımızın təfsilatında bolsun. Mustabid Xitoy hokimiyetining Sharq Turkistonda ta'sis qilgan jazo lagerlari masalasi dunyoga oshkorlangandan keyin 2019-yili tunji bo'lib g'arb allarini asos qilgan 23 davlat Uyg'urlar masalasida Xitoyni ayblab birlashma bayonot e'lon qilgan. 2020-yili bu davlatlarning soni 39 ga ko'paygan edi. 21-oktyabr kuni Birlashgan Davlatlar Tashkilotidagi 43 davlat birlashma imzoliq bayonot e'lon qilib, Xitoy hokimiyetining Sharq Turkistonda Uyg'urlarga qaratgan keng ko'lamli bostirish va tutqun qilish harakatini qattiq tanqid qilish bilan birga Xitoydan Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq oliy komissarining va mustaqil kuzatuvchilarning Sharq Turkistonda erkin tekshirish ilib berishiga yo'l qo'yishini talab qilishdi. Birlashgan Davlatlar Tashkilotida Uyg'urlarni qo'llaydigan davlatlarning sonining uzluksiz ko'payishi nimadan derak beradi? 23-oktyabr yakshanba kuni istansimizning Uyg'ur ovozi suhbat programmasiga qatnashgan Dunya Uyg'ur Qurultiyining muavin raisi, Turkiyadagi strategiya mutaxassisi doktor Erkin Akram apandi o'zining bu vaqtdagi qarashlarini o'ttirg'a qo'yib mundaq dedi. Birincisi şu Xitayning Sharq Turkistonda ilib borgan bu zulm, har xil zulmning mavjud bo'lganligini, rost bo'lganligini va shundaqla nurg'un dokladlar bilan, ya'ni ilmiy tadqiqotlar bilan va inson huquq tashkilotlarining tayyor qilgan dokladlari va shundaqla ba'zi davlatlarning axborot chetdan egallangan ma'lumotlarga tayanib turib, bu yerda rostdan shundaq bir zulm borligini va bu zulmni ba'zi davlatlar irqiy qirg'inchilik bilan ifoda qilyapti. Ba'zi davlatlar insoniyatga qarshi jinoyat deb ifoda qilyapti. Shuningga bu Xitoyni to'ngan siri, ya'ni bu ilib olgan siyosatini bilgan siri, to'ngan siri o'sonning ko'payyapti deb tushunsak bo'ldi. Ikkinchisi, Xitoy shunday zulmlarni ilib berib turgan taqdirda, ya'ni nurg'un yolg'on gaplarni deb unday narsa bo'lmaganligini ve bu misalga cezalardır hakkında xil isimlerini, xil hukumlarını berip, onundan zulmendep yağan gaplarını to'ldirishda xalqaro bununla pek qabul qilmaydi. Shuningga bu Xitoyni bir tanqid qilishni zarur bir masala deb ko'ryapti deb o'ylayman. Uchinchisi hamda bu Xitoyning qilmishlari g'arb davlatlarining qimmat qarashlariga xilof. Çünkü g'arb devleti bo'lishinin sebebi yalnızca teknolojide, ilimde ve nurg'un sahalarda ilg'or bo'lishda emas. Bununla birlikte qimmat qarashlarının kimi muhim bo'lganligini ko'rgachga, Xitoyning qimmat qarashlariga xilof qilishmi g'arb devletlerini ranjida qilyapti ve rahatsız qilyapti. Shuningga buning soni ko'payyapti deb o'ylayman. Ama yana bir sebebni unutmaslik lazım. Chetaldagi Sharq Turkiston tashkilotlari bo'libmi, cho'ng tashkilotlarning xalqarodagi faoliyatlari mumkin. Ularga yozilgan dokladlar bo'lsin, talablar bo'lsin va tashkillangan siyosiy kuchlar bo'lsin, ularning kimi bir roli bor deb o'ylayman. Amerika Davlat Majlisining nopuzliq ishki jumhuriyatchi a'zosi 21-oktyabr Xalqaro Olimpik komitetining prezidenti Tomas Bachga yana xat yozib, Beijing qishliq olimpikini kechiktirishni talab qilgan. Amerika Kengash palata a'zosi Marco Rubio bilan Avam palata a'zosi Christopher Sims Thomas Bachga yozgan xatida, agar Xitoy hukumatı 2022-yili 2-oygacha o'zining qilmishini o'zgartmasa, qishliq olimpikni boshqa davlatga yo'tkazishni talab qilgan. Ularning ta'kidlashicha, olimpik tanharakat musobaqasi hukumatı irqiy qirg'inchilik qilayotgan bir davlatda o'tkazilmasligi kerak ekan. Ular xatida Amerikaning har ikki navbatlik hukumatı Xitoyning Uyg'ur va boshqa musulmon millatlarga qarata sodir qilgan harakatlarni irqiy qirg'inchilik deb bekitganligi. Kanada, Angliya, Gollandiya, Litva, Chex, Belgiyaning o'xshash qaror chiqarganligi, Germaniyaning o'ylashayotganligi, bu yil 3-oyda 30 dan ortiq xalqaro qonun mutaxassisining Xitoyni Birlashgan Davlatlar Tashkiloti irqiy qirg'inchilik ahdnomasiga xiloflik qildi deb hukm qilganligini aytgan. Bu Marco Rubio bilan Christopher Simsning Xalqaro Olimpik komitetiga yaqinqa 6 oy ichida ikkinchi qitim xat yozishidir. Ular bu yil 23-iyul kuni yozgan xatida qishliq olimpikni kechiktirishni talab qilgan. Biroq Olimpik komiteti ularga yozgan javob xatida o'zlarining dunyoviy siyosatda betaraf ekanligini ilgari surgan. Lekin Rubio bilan Sims 21-oktyabr yozgan xatida irqiy qirg'inchilikqa qarshi turish axloqiy qaror. Bu hargiz siyosat emas. Axloqiy qaror chiqarish mas'uliyatiga kelganda Xalqaro Olimpik komitetining alohida imtiyozi yo'q deb ko'rsatgan. Amerika Davlatlik basketbol birlashmasi NBA'da top o'ynaydigan turk cho'lpini Anas Kantar 22-oktyabr Twitter'da so'z qilib,
Xitoyning Uyg'ur lager tutqunlarini bo'shatishga, Uyg'urlarga erkinlik berishga chaqirgan. U yana musulmon davlatlarning Uyg'urlar masalasidagi pozitsiyasi nomussizlik va munofiqlik deb ayblagan. Anas Kantarbuning sal oldida Tibetlarga erkinlik talab qilganligi sababli uning komandasi Boston Celticsning Tengshun to'ridagi basketbol o'yinlarini cheklab qo'ygan. Biroq u buning orqada Twitterda Uyg'urlarni qo'llab video e'lon qilgan. U mundaq degan: "Irqiy qirg'inchilik yuz beryotidi. Shu topda men dal bu so'zlarni qilayotgan vaqtning o'zida qiyin qistoq, majburiy bola tushirish, majburiy tug'mas qilish, oilalarni pochilash, jazo lagerlari, siyosiy qayta tarbiyalash lagerlari, majburiy emgak qatorliqlar yuz beryotidi. Bularning hammasi Xitoyning g'arbiy shimolidagi Xinjiang degan joyda yuz beryotidi." Anas Kantaryani Uyg'urlarning musulmon turkiy qavm ekanligini, ularning o'z dini, madaniyati, tili, tarixi va kimligini saqlab kelganligi uchun Xitoyning yo'qotish nishoniga aylanganligi, Xitoy hukumatining ularni yo'qolan bahonalar bilan yo'qotayotganligini ta'kidlagan. U yana bu qirg'inchilikqa sukut qilgan va uni ko'rmaslikka selayotgan musulmon davlat rahbarlarini tanqidlagan. U Pokiston bosh ministri Imron Xon, Saudiya Arabiston podshohi Salman bin Abdul Aziz, Arab birlashma xalifaligining amiri Muhammad bin Zoid, Iran prezidenti Ibrohim Raisiga xitob qilib, Xitoy bilan savdo qilish va pul tepishni kishilik huquqdan ustun o'rniga qo'yishinglar nomussizlik va munofiqlikdir degan. U yana Misrlik dangliq futbol cho'lpini Muhammad Salah, Amerikalik basketbol cho'lpini Karim Abdul Jabbar, Hindistonlik kino cho'lpini Amir Xonlarni Uyg'urlar uchun so'zlashga chaqirgan. Turkiya İYİ partiyasidan bo'lgan parlament a'zosi Fahriddin Yoqush apandi 21 oktyabr kuni Turkiya parlamentidagi umumiy yig'inda maxsus so'z elib, Xalqaro olimpik komitetini aybladi. Shundaqla Turkiyani Bejingda o'tkazilmoqchi bo'lgan qishliq olimpik musobaqasiga qatnashmaslikqa Turkiya hukumati, parlamenti, Turk xalqi va turk tani harakatchilarini Bejing qishliq olimpikini boykot qilishga chaqirdi. U mundaq dedi: "Hammaga ma'lum bo'lganidek, 2022 yillik qishliq olimpik tantarbiya musobaqasi 2022 yil 2 oyning 4-kunidan 20 kunigacha Xitoyning poytaxti Bejingda o'tkaziladi ekan. Xitoy dunyoda eng ko'p kishilik huquq tafsandichligi maydoniga kelayotgan davlatlardan biri hisoblanadi. Bo'libmi Xitoyning Sharq Turkistondagi musulmon Turkiya xalqlariga qarata elib berayotgan inson qilipidan chiqqan bostirish siyosatlari hozir irqiy qirg'inchilikqa aylandi. Kanada parlamenti va boshqa ba'zi davlatlar Xitoyning Sharq Turkistonda elib berayotgan bostirishlarini irqiy qirg'inchilik deb bekitdi va bu vaqtdagi qarorlarni ma'qullikdan o'tkazdi. Parlament a'zosi Fahriddin Yoqush apandi so'zini davomlashtirib mundaq dedi: "Qimmatli parlament a'zolari, 180 dak ommaviy tashkilot 2022 yili Bejingda o'tkazilmoqchi bo'lgan qishliq olimpik musobaqasini Xitoydan boshqa bir davlatda o'tkazishni talab qilib, ko'p qitim axborot bayonoti e'lon qildi va Xalqaro olimpik komitetiga xat yozdi. Bulardan sirt Kanada parlamentidagi 5 siyosiy partiyaga mansub 13 parlament a'zosi olimpik komitetiga xat yozib, Bejingda o'tkazilmoqchi bo'lgan qishliq olimpik tantarbiya musobaqasining boshqa davlatlarda o'tkazilishini talab qildi. Buning sababi Xitoyning Uyg'ur, Tibet, Mongol va Hong Kong xalqiga elib berayotgan zulm siyosatidir." Fahriddin Yoqush apandi parlamentdagi nutqida Dunya Uyg'ur qurultiyini tilga ilib bundaq dedi: "Xitoyning bu zulm siyosatiga qarshi Dunya Uyg'ur qurultiyi vaqfisi, Uyg'ur tadqiqot vaqfisi va Uyg'ur akademiyasi vaqfisi o'rtaq bayonot e'lon qilib, Uyg'urlarni asos qilgan Sharq Turkistondagi Turkiya xalqlariga irqiy qirg'inchilik siyosati elib berayotgan bir davlatning poytaxtida olimpik tantarbiya musobaqasi o'tkazilishga ruxsat qilganligini ayblish bilan birlikda Turkiya hukumati bilan Turkiya parlamentini Uyg'urlarga ega chiqishga chaqirdi." İYİ partiyasidan bo'lgan parlament a'zosi Fahriddin Yoqush apandi 21 oktyabr kuni Turkiya parlamenti umumiy yig'inida qilgan so'zida Turk tan harakatchilarini 2022 yili Bejingda o'tkaziladigan olimpik musobaqasiga qatnashmaslikqa va Turk hukumatining bu vaqtda tirishchanlik ko'rsatishi kerakligini ta'kidladi. U mundaq dedi: "Turkiya bu qitimli qishliq olimpik musobaqasiga qatnashmasligi kerak. Turkiya mazkur musobaqani boshqa davlatga yetkazish uchun kuch chiqarishi kerak. Xalqaro olimpik komitetiga bu vaqtda iltimos sunishi kerak. Xalqaro kechirim tashkilotiga o'xshash Turkiyadagi kishilik huquq tashkilotlarimi olimpik komitetiga besim ishlatishi kerak. Zolim Xitoyda olimpik tantarbiya musobaqasi hargiz o'tkazilmasligi kerak." Avstraliya strategiyalik siyosat institutining 19 oktyabr e'lon qilgan zulmning qurilmasi nomli Uyg'urlarga oid cho'ng hajmli doklati Xitoy doiralarini qattiq beorom qilgan. Atalmış Uyghur Abdunum Rayonluq hökumətinin bayanatçısı Shu Guishan 22 oktyabr günü məxsus axbarat yığını ötküzüb, məzkur tədqiqat ornuğa hücum qılğan. Shu Guishan sözüdə məzkur tədqiqat ornunu Amerika hökuməti və qurol yaraq savdogarlardan pul alğan. Öz mənfəəti üçün həmmə tərəfə ösək söz taqıtıb, Xitayni sətləşdirishə və bədbəşirləşdirishə urinib gəldi deb ayıplagan.
Avstraliya Strategik Siyosat Instituti 19 oktyabr e'lon qilgan dokladida Sharq Turkistondagi qirg'inchilikning Bejingdan Urumchi va Xotangacha bo'lgan doiraga yeyilgan g'oyat zo'r hukumat sistemasi o'rtaq xizmati vujudga keltirgan hodisa ekanligi bayon qilingan. Dokladda ko'rsatishicha Sharq Turkistondagi qirg'inchilikni Xitoy markaziy hukumatidan tortib, yerlikdagi yezi kent darajalik partiya va hukumat tarmoqlarigacha muqimlik nomida zich hamkorlashib ishga oshirgan ekan. Biroq Shugushang mazkur tadqiqot o'rnini bo'lib Xinjiangga aloqador masalalarda qayta asossiz va bir taraflamalik yolg'onchiliklarni o'tirg'a chiqarib, Amerikadagi Xitoyga qarshi kuchlarning Xinjiangning terrorlikqa qarshi turish asabiylikni tugutish tirishchanligiga qarshi surishiga hamkorlashdi degan. Shugushang Xitoyning Uyg'urlarni bostirib, ularga irqiy qirg'inchilik qilganligini rad qilgan bo'lsa-mu, lekin u bostirishda g'oyib bo'lgan 100 minglagan Uyg'urning qayaga ketganligi, nima uchun Xitoyning xalqaro jamiyatning Sharq Turkistonda tashrish ilib berishiga yo'l qo'ymaydiganligini tilga olmagan. Amerika Avam Palatasining Cumhuriyetçiler Partiyasidan bo'lgan a'zosi Mike Gallagher Xitoyning Amerika universitetlaridagi ta'sirini azaytish haqida 5 qismliq planni o'ttirg'a qo'ygan. Amerikadagi universitet xabarlari torining xabaridan ma'lum bo'lishicha Mike Gallagher Amerika universitetlarini Xitoy bilan Amerika o'rtasidagi yangi sovuq urushning eng muhim jang maydonlarining biri degan. U Wisconsin shtatlik majlisida universitetlar va texnika sohasi haqidagi guvohlik yig'inida qilgan so'zida Amerika universitetlarining Xitoy bilan hamkorligining xatarlik darajaga yetganligini eskartib munolarni degan. Navbatdagi vaziyat sijil emas. Bizdek ulug' bir davlat bizning eng chong dushmanimizning ta'siridan qutulishi kerak. Amerika universitetlari va korxonalari o'z davlati tarafda turamdi yoki bizning turmush usulimizni buzishni niyat qilgan. Irqiy qirg'inchilik bilan shug'ullanayotgan bir kommunist hokimiyat tarafda turamdi. Buningga qaror berishi kerak. Biz hargiz ularga o'xshash bir xil ideyani olg'a surish va yuqori texnikalik nazorat yo'liga mangmasligimiz kerak. U universitet doiralarining Xitoy solgan mablag'ga tayinib kelayotganligini, shunga ularning qarorlarining bu hukumatning ta'siriga uchrayotganligini aytib mundaq degan. Biz davlat miqyosida har ikki partiya a'zolarining qaytilishi bilan Konzi institutlarini chekladik. Ammo ba'zi universitetlar federal cheklash buyrug'idan qutulish uchun darhol maktablaridagi Konzi institutlarining ismlarini o'zgartirib faoliyatlarini davom qildirmoqda. Bu universitetlar yana har xil nomlar ostida Xitoy kommunistlaridan pul va sovg'at olmoqda. Davlat majlisi a'zosi Mike Gallagher so'zida Amerika universitetlaridagi mana mushu xil vaziyatga xotima berish uchun cho'qim oldi bilan maktablarning fond masalasini hal qilish, yangi qonun nizomlarini belgilash, Xitoy o'quvchilar va ularning nozik tadqiqot turlariga qatnashishini tangshish qatorliq 5 qismliq planni tonishtirib o'tgan. U shu kundagi so'zida yana Xitoyning Uyg'urlarga qilayotgan irqiy qirg'inchiligi haqida to'xtalib, Xitoyni bu odam ishongusiz harakatdan to'xtatishning yo'li uning iqtisodiy manbasini uzishdir. Amerika oliy maktablari Xitoy bilan hamkorligini to'xtatishi, davlatlik, shtatlik va yerlik pensiya fondlarini Xitoydan chekindirib chiqishi kerak degan. Hurmatli ko'ruvchilar, yuqorida Dunya Uyg'ur Qurultiyi televiziyesi kündilik xewerler pirugrammisining diqqatingizga sundik. Keyin qaytamliq programmamizni ko'rishaylik. Ko'rishga omon bo'lgaysizlar. Xayr xo'sh.